Aka ko'rmaysizmi, mashinaning kansani buzilib qoldi, mashinaga qo'ymasak bo'lmaydi. Qani aka hozir nima machas qo'yamiz, nima machas qo'yamiz aka? Aka nima qilyapsiz? Xurjon, mashinaning kansani buzib zeriktir, o'shanga mana shu kansani qo'yaman men shu narsaga. Aka buni mashinaga qo'yib bo'lmaydi, buni faqat uylarga qo'yiladi. Xurjon, hozir 2026 yashayapti. Bu narsa faqat uylarga qo'ymaydi, boshqa narsa ham qo'yiladi. Pastga oling aka. Qancha qo'ysa bo'ladi? Bu narsani qancha qo'yadi? Bitta joyga olib boraymi? Yuring ko'rsataman sizga. Ketdik. Abdurash aka faqat bu narsalarni uyga qo'ysa bo'ladi, xolos boshqa narsa qo'yib bo'lmaydimi aka? 21-asrda yashayapsiz-ku. Buni hozir xohlasangiz xolodilnikga, uylarga, katta-katta kameralarga meva saqlaganini ham qilib beryapmiz. Keyinchi aka. Oziq-ovqat xolodilniklarga, vitrina xolodilnik, qassob aka-ukalarimizga mana shunaqa qilib xolodilniklarga qo'yib beryapmiz. Shu gapingizga qarang Abdurash aka, bu narsa faqat 220 volt tevasida ishlaydi, to'g'rimi aka? Yo'q, adashyapsiz-ku. Bular 130 voltdan 260 voltgacha toklarda ishlaydi. Ham ekonomishniy, tok tomonlama ham qulay, ham tokni ham oz yeydi. U eski konditsionerga o'xshab buzilib qolmaydi. Keyin qani shu gapingizga men gapingizni bo'ldim aka, qani. Faqat bu hali katta uylarda istoradi deyshadi aka. Bu narsani ham aka muzlat o'raladimi aka bu narsani ham? Uka buni 100% ga muzlatadi. Bu narsani muzlat o'radimi hozir? Qassoblarda xudo xolasa og'ilini yengil qilib, chiroyli qilib bu narsa hozir O'zbekistonda yangilik ekanda. Invertorlar xudo xolasa yangilik bo'ldi. Yangilik bo'ldi. Hamma qassoblarga tavsiya qilamiz. Farg'ona bo'yicha borib o'rnatib beralasizmi aka? Vodiy bo'yicha o'rnatib olamiz. Sizda bor ekansiz. Bor, hamma yoqdan bor. Narxi nechi pul bu? 100 dollardan nechi pulga chiqarib ketadi? 100 dollardan ko'tarilib ketaveradi. Katta kishiga qarab o'rnatib beramiz. Hammasi invertorli, 130 voltdan 260 voltgacha ishlaydi. Do'stlar, bunaqasi bo'lmagan pastdagi nomerga bemalol murojaat qilsangiz, xudo xolasa ishlarni hal qilib berishadi. Akalar 130 volt ham ishlaydi deyaptilar. Mana shu videoda srojniy qassob akalar tashlar. Undan tashqari bu akamiz bor, xolodilniklar ham qo'yib beradi, xolodilniklar tuzatib ham berishadi. Farg'ona bo'yicha xudo xolasa bor o'rnatib berish xizmatlari bor deyaptilar.